mana bu yerda nima ekan deb o'ylayotganlar uchun bu nitro deb o'ylashligi ham mumkin, lekin bu pnevma podveskani balonlari bo'ladi. Zikr bilan Geely'ni zavodida hamkorlikda ishlab chiqarilgan avtomobil i 780 ta ot kuchi, 700 kilometrdan oshuv masofani bosib o'tadigan elektrichka. Sedanlarning orasida men uncha ko'rmaganman lidar bor. Ruchkani tortish shart emas. Barmog'inglarni shunday qo'ysanglar, o'zi ochib beradi. Bezramchning oynalari, pilsosga bor. Spoiler avtomatik o'zi ochilib yopiladi. Mashina agar yaqinroqda bo'ladigan bo'lsa ko'tariladi, uzoqlashadigan bo'lsangiz o'zi sekin joyiga tushib yotib oladi. Head-up display bor. Face ID bor. Sizdan boshqa odamni yuziga ochmaydi. Ota bola haydaydigan bo'lsangiz, er-xotin haydaydigan bo'lsangiz, yuzini, face'ini kirgizib qo'yasiz, hech kim mashinani haydab keta olmaydi. Shu tomonlari juda ham plyus. Hozirgi kunda navorot mashinalar mana narsalari bilan ajralib turadi. 14 ta kolonka Harman Kardon audio sistemasidan foydalanib ishlab chiqarilgan. Sidenlari eko koja bo'ladi, apagref bor, undan tashqari pamit sideniya. Eshikni ochish uchun hech qanaqa ruchkadan foydalanmaysiz, qiynalmaysiz, tortib o'tirmaysiz. Pamit knopkasini bitta ushlasangiz, mana eshik ochildi, pamit sideni bor, sideni orqaga o'zimdan yurib oladi. Jigga narxi qizuv bo'lib ketdi, bilaman, cho'zib o'tirmayman. Bu avtomobilni 50 mingdan baland sotishyapti bozorda. Imini shu avtomobilni indeks bozoridagi Ford Avtodan xarid qilishingiz mumkin. Narxi $49,000. Mashina olsang Ford Avtodan ol, bo'lmasam Vapshomi. Jigga siz uchun Li9 Ultra 2025-yil do restylingini cho'tki nardigri rangini tayyorlab qo'yganman. Bitta ko'ramiz. Aynan siz qidirib yurgan rangidan olib kelib qo'yganmiz jigga. Ford Avtoda faqat bitta dona bor. Asalligini qarang, buni chiroyliligini qarang. Uncha-munchaga ham kirib o'rmaydi, mo'yka ham qilib charchab ketmaysiz. Endi saloniga chiqamiz. Elektronli paroqlari bor. Qani bismillah. Hammamizga nasib qilsin, niyat qilib, bizga ham nasib qilsin deb kommentga yozib keting jigga. Qora bilan apelsin rang kombinatsiya qilingan. O'zi mana Lilida trend bo'ldi bu rang. Двойной monitor bor ekan. Двойной panorama, 360 gradus kamera. Yana nima narsa kerak sizlarga jigga? Hamma narsa bor. Katta bar, podstakanlik, faqat bosib o'radigan joyi. Bunaqa rangini uncha-muncha joydan topa olmaysiz va men sizga narxini oxirida aytib o'taman. Taxmin qilib kommentda bitta yozib keting. Nech pul sizga qilib berishim mumkin? Hojakamga olib beradigan bo'lsangiz, undan ham ishingiz zo'r bo'lib ketadi. Sababi bitta duo qilarlar. Hatto bu pulni menga kelyapti deb o'zingiz sanoqqa yeta olmay qolasiz. Orqa sidenlari kapitanskiy bo'ladi va o'rta tarafdan orqa tomonga ham o'tib ketib turasizlar. Bola chaqalaringizni orqaga sig'dirib olasiz. Bu 6 ta o'rindiqli. Jigga narxini aytaman. Faqat va'da bering, kommentga kirib, bomba qilib, reaksiya qilib portlatib tashlayman deng. Mash avtomobilni iminni sizlar uchun 67,5 mingga berib yuboramiz. Kuzatib boringlar, sizlar bilan Bektog'i hammanda foydali. Sog' bo'lasizlar. Bu avtomobil sizga yoqib qolishi aniq. Sababi o'tirdingiz, komfort his qilasiz. Gibrid hisoblanadi va umumiy hisobda 1200 km bosib o'tadi. Elektrda esa 220 km. Endi saloniga e'tibor bering. Qora bilan apelsin rang kombinatsiya qilingan 6 ta o'rindiq, двойной panorama, kattagina monitor va yana bitta muhim joyi. Bitta ochasiz, bitta bar emas, xolodilnik. Suv, nimadir narsani qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz aynamaydi, turaveradi. Podstakanlik ikkita qo'l qo'yadigan joyingizda va oldi tarafida. Simsiz zaryadlash imkoniyati bor. Ruli ham ixchamgina, chiroyli. Hop, Face ID ga ochadi. Endi e'tibor bering, orqa o'rindiqlari kapitanskiy sideniya bo'ladi va bu restyling varianti. Agar bilsanglar, 25-yilgi do restylingda massaj funksiyasi faqat oldi sidenalarda bor edi, orqasida yo'q edi. Hozir restylingda massaj funksiyasi bor va siz komfortda maza qilib ketish imkoniyatingiz bor va bolalaringiz uchun ham monitor bor, bitta tushirasiz. YouTube, kino, multfilm nima narsa bo'lsa qo'yib bersangiz bo'ladi. Ruchkalarni ham yangicha qilib chiqarishyapti. Udobniy ruchka qilib qo'yishibdi. Va lidar ham qo'shilgan. Pultiga ham e'tibor beramiz. Ixchamgina bir chiroyli mana pult. Oysha, qalay mashina yoqdimi sizga? Mashinaga gap bo'lishi mumkin emas. Obzorlarni ham chiroyli qilib berdingiz. Endi narxini tanishtirdik. Bizani obunachilar uchun narxini tushirib qo'ydik. 33,5 mingga shunday berib yuboramiz. Bonusiga komplektida zaryadniki bo'ladi. Biz master akkauntini bepul qilib beramiz bonus qilib va komplektida polikini ham qo'shib beramiz shundoq. Videoni mashina olmoqchi bo'lgan tanishinglarga shunday jo'natib qo'yinglar. Pul kichkina sichqonchaga o'xshaydi ekan. Spinner qilib aylantirib yuraversangiz ham bo'ladi. O'yinchoqda. Endi e'tibor bering. Tablo monitorlari bor-ku. Ko'tarilib tushar ekan. Men pnevma podveskani tushib chiqqanini ko'rganman, lekin bunaqa tablo monitorni tushib chiqishini ko'rmagan ekanman. Mashina olsang Ford Avtodan ol, bo'lmasa Vapshomi. Bugungi obzorimizda Voya Free Apollo Tech 318 restyling bo'ladi. Bu apparat gibrid hisoblanadi va elektrda 260 km bosib o'tadi. Umumiy hisobda 1200 km. Salonlari oppoqini va bizda 3 xil rangi bor.
qora, mogri va pistachiy rangi. Mashina yangi bo'lsa, nimaga diskasini o'rtasida kalpachoki yo'q deydiganlar uchun mana kalpachok. Bu upakovkada bo'ladi. Siz mashinani xarid qilganingizdan keyin komplekt qo'shib beriladi. O'zingizga yangi chiroyli qilib taqib qo'yaverasiz. Sizga chotki bonuslar qo'yganman. Hammasi upakovkada, korobkada turibdi. Yangi, zaratniki, sideniya poduchkasi, diskasini kalpachoklari va eng qiziq joyi rusifikatsiyasini bepulga qilib beramiz. Narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa $38,000. Boshqa avtosalonlarni ham narxini solishtirganingizda bizda ancha arzon chiqadi. Keyin yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar va Telegram kanalimizga o'tib olinglar. Birinchi bo'lib Telegram kanaliga mashina qo'yiladi. Xitoylik o'zim o'rgili. Bugungi obzorimizda Dongfeng 008 bo'ladi. Jigga bosib orasimi deyman. Bu avtomobilni Leapmotor C16 bilan rosa taqqoslashyapti. Aytishlari bo'yicha bu Android Leapmotor C16 iOS'mush. Endi bilmadim. Sizni fikringiz qanaqa? Bitta kommentda yozib keting. Obzorni qilib beraman. Ko'rib, yoqsa bitta like bosib qo'ying, jigga diskalariga e'tibor bering. Kattagina 21 diskalada turibdi. 360 gradus kamera bor, lidarlari ham bor. Lidarning oxirida aytaman qattaligini. Salonini qarang. Qora bilan apelsin kombinatsiya qilingan, juda ham chiroyli ishlashgan. Obshivkada ruchkasi yo'q ekan. Mashina knopkani bitta bosasiz, bo'ldi, eshikni ochaverasiz. Salonga qarang. Multirul, mamitda mana tablo monitor, katta monitor, двойной panorama, sideniya pamyati bor. Hamma funksiyalari bor, jiga olib maza qilib haydash kerak. Orqasida kapitanskiy sideniya bo'lar ekan. Juda ham ajoyib. Salonga gap bo'lishi mumkin emas. Bismillah, ham ruchkalari ham bor ekan. Orqada monitori ham bor ekan, mamitda kameralari. Bitta like bosib qo'ying. Agar ko'rib kuzatib borayotgan bo'lsangiz, polniy poddержкада bo'lib turing. Sizga yoqadigan mashinalarni biz qo'yib boramiz. Bu mashinada lidari bor deb hech kim bilmas ekan. Men sizlarga ko'rsatib o'taman. Skrit qilib mana bamperga joylashtirib qo'yishibdi. 31800 qilib narxini tushirib qo'ydik. Mashina olmoqchi bo'lganlarga videoni jo'natib qo'yamiz. Birinchi bo'lib bizning mashinalarimiz Telegram kanaliga qo'yiladi. Profil shapkasida turibdi, o'tib olamiz. Garantiyasi 1 yil bo'ladi. Komplektida zaratniki va poliki bor. Mashina olsang, port aftidan ol, bo'lmasa, vobshe olma. Sog' bo'lasizlar.